Fermer yerda ombor yoki ferma qurish uchun loyiha ishlab chiqariladi. Ushbu loyiha uchun qancha miqdorda pul amalga oshirishini bilasizmi? Sizga ushbu haqda batafsil va sodda tilda tushuntirib bermoqchiman. Albatta videoga like bosishni hamda oxirigacha tomosha qilishni unutmang. Bundan oldingi videolardan bilib oldikki, fermer xo'jaligiga tegishli bo'lgan yer uchastkasida qurilishni amalga oshirish uchun kerak bo'lgan hujjat bu ichki xo'jalik va yer tuzish loyihasi sanaladi. Ushbu loyihani ishlab chiqarish uchun qancha miqdorda to'lov amalga oshirilishi kerak? To'lov ushbu yer maydonining chegarasi, ya'ni maydon qancha ekanligidan kelib chiqib hisoblanadi. Agarda sizning yer maydoningiz 1 gektar bo'lgan bo'lsa yoki 1 gektargacha bo'lgan maydon bo'lsa, bazaviy hisoblash miqdorining 1 baravari. Yer maydon chegarasi 1 gektardan 10 gektargacha bo'lgan holatda bazaviy hisoblash miqdorining 2 baravari. Yer maydon chegarasi 10 gektardan 100 gektargacha bo'lgan holatda esa bazaviy hisoblash miqdorining 4 baravar miqdorda. Agarda yer maydoningiz 100 gektardan yuqori bo'lgan holatda esa 6 baravar miqdorda to'lov undiriladi. Muhim bir jihat, yuqorida sanab o'tilgan to'lovlarning barchasi bu Davlat xizmatlar markaziga borgan holatda ariza berilgan holatda hisoblanadigan to'lov. Agarda siz ushbu arizani shaxsan o'zingiz mygov.uz platformasi orqali o'zingiz topshirsangiz, sizga 10% imtiyoz beriladi. Sizningcha ushbu loyihani ishlab chiqarish uchun to'langan to'lov fermer xo'jaliklari uchun adolatlimi yoki yo'q? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Keyingi videolarda qurilishni amalga oshirish jarayonida ham talab etiladigan ma'lum bir qoidalar bor. Ushbu haqida sizga tushuntirib beraman. Uni o'tkazib yubormaslik uchun albatta bizning story-larimizga muntazam tarzda kuzatib boring hamda sahifamizga obuna bo'lishni unutmang.